Assalomu alaykum hurmatli matematika kanali a'zolari. Demak, bugun tashlangan birinchi darsga doir, ya'ni birinchi darsimiz achchiqlar, ya'ni birinchi dars burchaklar mavzusiga doir berilgan testlarga yechimlar qilishni boshlaymiz. Demak, birinchi testni yechim qilishni boshlaymiz. Demak, birinchi testimizda mana bu yerda masalalar berilgan. O'zi 16 tadan bo'ladi har bir testda. Har kuni testlar darajasiga qarab 16 tadan 32 tagacha savollar tashlanadi. Demak, birinchi savolimizda aytilyapti: AE to'g'ri chizig'imiz BCga perpendikulyar deyilyapti. Mana bu burchak ko'rsatilyapti. Bu yerda o'sha burchakni 90 gradus ekanligi aytilyapti. Mana bu. Endi bu yerda mana bu burchagimiz ham bu holatda 90 bo'ladi. Endi o'sha 90 gradusli burchakni alfa burchak va 44 gradusli burchaklar tashkil qilyapti. Demak, bizdan alfani so'rayapti. Alfaga 44 gradusni qo'shsak 90 gradus kelib chiqadi. Tenglamadan demak alfani topadigan bo'lsak 46 gradus ekanligi kelib chiqadi. Javob bo'lar ekan demak. Xo'sh, ikkinchi savolimizda A S'miz B H'ga perpendikulyar deyilyapti. Shartga e'tibor beramiz. SBD burchagimiz HBG burchagimizga teng. SBD burchak mana nuqta qo'yilgan. HBG burchakka teng. Keyin GBF burchagimiz, ya'ni GBF burchak mana belgi qo'yilyapti. FBE burchagimizga teng mana. Ikkalasi tengligi aytilyapti. Endi mana ular orasida 30 gradusli burchak bor. Mana bu burchagimiz 90 bo'lsa, mana bular birgalikda bular ham 90 ni tashkil qiladi. Bular ham 90 ni tashkil qiladi. Endi bu yerda mana buni alfa desak, bu ham alfa bo'ladi. Mana buni beta desak, bu ham beta bo'ladi. Ikkita alfa, ikkita beta va 30 gradusli burchaklarning yig'indisi 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Chunki mana bu A, B, H burchagimiz 90 bo'lgandan keyin H, B, S burchagimiz ham 90 bo'lishi kerak. Bu tenglikdan demak 2 alfa plus 2 betani yig'indisini topib olsam 60 gradus bo'lar ekan. Ikkala tomonni ham 2 ga bo'lib yuborsam alfa plus betamiz 30 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bizdan mana bu SBF burchak, SBF burchakni topish talab qilinyapti. SBF burchagimiz mana bu burchak. Mana umumiy holatda mana 3 tasi. Bitta alfa 30 gradusli burchak va beta burchaklar yig'indisi. Ya'ni bu SBF burchagimiz, burchak SBF'miz alfa burchak, keyin 30 gradusli burchak va beta burchaklar yig'indisiga teng ekan. Mana bu alfaga betani qo'shsak, mana bu yerda kelib chiqyapti 30 gradus ekanligi. O'rniga 30 gradusni qo'yaman. 30 gradus plus 30 gradusimiz teng 60 gradus ekanligi kelib chiqyapti. D javob bo'lar ekan bu testimizda javob. Xo'sh, mana bu 3-testimizga e'tibor beramiz. 3-testimizda mana bu AOS burchakni topish talab qilinyapti. Mana shu alfani topish talab qilinyapti bu yerda. Mana bu yerda AOB burchak 270 gradusda kelyapti bu. 270 minus 2x. BOS burchagimiz 2x minus 10 gradus. Endi bularni birgalikda uchalasi to'liq burchakni tashkil qiladi. Mana bu aylana to'liq burchak, ya'ni 360 gradusni tashkil qiladi. Alfa burchakka 270 gradus minus 2x burchakni va 2x minus 10 gradusli burchak uchalasini bir-biriga qo'shganimizda 360 gradus kelib chiqishi kerak. Undan mana bu 2x lar qisqaradi. 270 dan 10 ni ayiradigan bo'lsak 260 gradus qoladi bu yerda. Teng 360 gradus. Xo'sh, bu yerdan alfani topadigan bo'lsak 100 gradus ekanligi kelib chiqadi. Demak, so'ralgan burchak AOSimiz 100 gradus ekanligi kelib chiqadi. B javob bo'lar ekan. Mana bu holatga e'tibor beramiz. Bu yerda mana bu D1 D2 ga parallel deyilyapti. Mana bu chizig'imiz bilan mana bu chizig'imiz parallel ekan. D3 D4 ga parallelligi ham aytilyapti. Bu chizig'imiz bilan mana bu chizig'imiz parallel. DBS burchak 20 mana aytilyapti. ESF burchak 40 gradus mana bu aytilyapti bu yerda. Ko'rsatib o'tilyapti demak. Xo'sh, endi bizdan so'ralayotgan ekan ABC burchak. Mana bu burchak to'liq holatda necha gradus deb aytilyapti. Endi e'tibor beramiz. Mana bu burchagimiz, mana bu BA ni tashkil qilayotgan D1 chizig'imiz D2 ga parallel ekanligidan mana bu ABC burchagimiz FSB burchak. Mana bunga teng. Ikkalasi ichki almashuvchi burchak bo'ladi. Ya'ni parallel to'g'ri chiziqlarni kesib o'tganda hosil bo'ladigan ichki almashuvchi burchaklar. Endi mana bu D3 chizig'imiz D4 chizig'imizga parallel ekanligidan mana bu yer 20 bo'lsa, mana bu yer ham 20 gradus bo'ladi. Endi to'liq holatda mana bu burchagimiz 60 gradus ekanligi ko'rinib turibdi. Bundan mana bu burchak ham 60 gradus ekanligi kelib chiqadi. Demak, C javob bo'lar ekan.
Xo'sh, 5-chi savolimizga e'tibor beramiz. 5-chi savolimizda D2miz D3 ga parallel deyilyapti. D1imiz D4 ga parallel deyilyapti. Demak, endi D1imiz D4 ga parallel bo'lsa, mana bu GEF burchagimiz x minus 55 gradus deyilyapti. ABC burchagimiz esa 2x plus 10 gradus deyilyapti. Ikkalasi ham chizmada ham tasvirlangan. Endi chizmaga biroz qo'shimcha kiritamiz, ya'ni chiziqlarni davom ettiramiz. Bu yerda hozir xo'sh. Mana bu D4 chiziqni bu tomonga davom ettiraman. Mana shunday holatda deyin, mana shunday holatda davom etyapti. D4 bilan D1 parallel. Endi mana shu yerda mana bunga e'tibor beramiz. Mana D2miz D3 ga parallelligidan mana bu burchak ham x minus 55 gradusga teng bo'ladi. Ular mos burchak. GEF burchak bilan GSD burchaklar mos burchak. Shuning uchun ikkalasi x minus 55 ga teng. Endi mana bu D1 bilan D4imiz parallel ekanligidan mana bu burchagimiz mana bu yerda burchakka teng bo'ladi. Bu ham demak x minus 55 gradus bo'lar ekan. Umumiy holatda mana bu burchak yoyiq burchakni tashkil qiladi. Uni qiymati 180 gradusga teng bo'lishi kerak. U ikkita burchakdan iborat bo'lyapti. X minus 55 gradusli burchak va 2x plus 10 gradusli burchaklar yig'indisidan iborat bo'lyapti. Demak, bu 180 gradusga teng bo'ladi. 3x minus 45 gradusimiz 180 gradusga teng bo'lyapti. Demak, 3ximiz teng bo'ladi 225 gradusga. Bundan demak x ni topadigan bo'lsak 75 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bizdan x ni so'rayotgan ekan, u 75 gradus ekan. D javob bo'ladi. 6-chi masalaga e'tibor beramiz. 6-chi masalamizda bizdan demak D1 D2 ekanligi aytilyapti. ABC burchak 110 ligi aytilyapti. BCD burchak 20 ekanligi va EDC burchak alfa ekanligi aytilyapti va alfani toping deb savol qo'yilyapti. Xo'sh, endi mana bu yerdan demak chiziq tortamiz hozir qo'shimcha. Xo'sh, mana bu chiziqni davom ettiraman bu yoqqa. Mana shu chiziqni davom ettirishim kerak. Xo'sh, mana shunday holatda davom ettirsam. Mana bu D1 D2 ga parallelligidan bu yer 110 bo'lsa, mana bu yer 70 bo'ladi. Ular ichki bir tomonli burchaklar. Yig'indisi 180 bo'lishi kerak. 110 ga 70 ni qo'shsakkina 180 ekanligi kelib chiqadi. Mana bu yer 20 gradus bo'lsa. Xo'sh, endi mana bu yerda hosil bo'ladigan burchakka e'tibor berishimiz kerak. Xo'sh, mana shu joyda hozir kattalashtiramiz. Xo'sh, demak, mana bu burchagimiz bu yerda mana bu burchagimiz 20 gradus bo'lyapti. Mana bu burchagimiz 70 bo'lsa, mana bu 180 ga to'ldiruvchi qismi bo'ladi bu yer 110 gradus bo'ladi. Endi mana bu alfa tashqi burchak, mana bu 3 burchakdagi. O'sha alfa tashqi burchagimiz unga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar 110 gradusli va mana bu burchak va mana bu burchaklar yig'indisi teng bo'ladi. 20 gradusli burchaklar yig'indisi alfa bu yerda 130 gradus ekanligi kelib chiqadi. Demak, bu holatda javobimiz E javob bo'lar ekan. Xo'sh, 7-chi savolga e'tibor beramiz. 7-chi savolda mana bu D1 D2 ga parallel ekanligidan mana bu 70 bo'lsa, mana bu yerda burchak ham 70 gradus bo'ladi. Xo'sh, endi bu yer 70 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu alfani topish so'ralyapti bizdan. Alfa plus 80 gradusli burchak plus 70 gradusli burchak bular yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Alfamiz mana bu ikkalasi 150 bo'lsa, 180 dan 150 ni aytsak 30 gradus ekanligi kelib chiqadi. Xo'sh, A javob bo'lar ekan. 8-chi savolimizda alfani topish talab qilinyapti bu yerda. Demak, mana bu yerdan hozir mana D1 chiziqni orqaga davom ettiraman. Mana shunday holatda davom ettirsam, bu yerda mana bu D1 D2 ga parallel ekanligidan, D1 D2 ga parallel ekanligidan mana bu yerda burchagim 65 gradus bo'lib qoladi. Mana bu burchak tashqi burchak, u mana bu 3 burchakdagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar 15 gradusli burchak va 65 gradusli burchaklar yig'indisi teng bo'ladi. Alfa 80 gradusga tengligi kelib chiqadi. Xo'sh, B javob bo'lar ekan. Demak, keyingi savolga o'tamiz. 9-chi savol. 9-chi savolda xossa bor edi. Mana bu burchak bilan mana bu burchakning yig'indisi alfaga qo'shsak 70 gradusli burchakni 175 gradus, ya'ni mana bu burchak kelib chiqishi kerak. Xo'sh, bu holatda alfamiz 105 gradus ekanligi kelib chiqadi. Demak, E javob bo'lar ekan.
Xo'sh, 10-savolimizga e'tibor beramiz. Mana bu burchak kerak bizga hozir. 70 gradus bo'ladi. Mana bu burchak alfa, mana bu burchak ham kerak bizga. Demak, 40 gradus bo'ladi. Endi bu burchak, mana bu burchak va mana bu burchaklar yig'indisi 70 gradus plus alfa plus 40 gradus. Burchaklarni uchiga e'tibor berish kerak-da, uchiga, burchaklar uchiga. Mana bu e'tibor beramiz, mana. Bular uchi bir tomonga qaragan. Ularning yig'indisiga mana bu burchaklar mana. Mana bu va mana bu burchaklar yig'indisi teng bo'ladi. Ular uchi ham bu ularga qarama-qarshi tomonda, demak 60 gradus. Mana 130 bo'ladi, mana bu ikkalasi 110. 130 dan 110 ayirsak 20 qoladi. Demak, alfamiz 20 gradus bo'lar ekan. B javob. Xo'sh, 11-savolda mana bu holatda mana bu burchak va mana bu burchak, mana bu burchaklar yig'indisi 360 ga teng bo'lardi. Mana shunday holat bo'lardi. Demak, 10x plus 12x plus 14x teng 360 gradusga teng. Xo'sh, mana bu 22, mana bu bilan 36 ko'paytirilgan x bo'ladi 360 gradusga. X teng 360 ni 36 ga bo'lsak 10 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bizdan CDY burchagimizni so'rayapti. Necha gradus ekanligini. Mana bu burchakni so'rayapti, necha gradus ekanligini. CDY deb 14 ko'paytirilgan 10 gradus bilan, ya'ni ximiz 10 ga teng 140 gradusga teng bo'lar ekan. Javob bo'lar ekan demak. Xo'sh, 12-chi demak savolga e'tibor qaratamiz. 12-savolimizda bizdan hozir xo'sh, mana bu burchak berilyapti 100 ekanligi, mana ABC burchak 100 ekanligi, CD burchak 110 gradus ekanligi, BCD burchagimiz DCF burchakka teng ekanligi aytib o'tilyapti. Bizdan endi alfani topish talab qilinyapti bu yerda. Xo'sh, endi bu yerda mana bu yerdan chiziq tortamiz hozir. Mana D3 ni mana bu yoqqa davom ettiramiz. Xo'sh, D3 ni davom ettirganimizda mana bu yerda hosil bo'ladigan burchak 100 gradusga teng bo'ladi. Mana bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladi. Chunki D1, D2, D3 uchalasi parallel. Demak, bu 100 gradus bo'lsa, mana bu 80 gradus ekanligi kelib chiqadi. Mana bu burchagimiz 110 bo'lsa, mana bu yerda unga qo'shni bo'lgani 70 gradus bo'ladi. Demak, 80 gradusli burchak, 70 gradusli burchak. Ikkalasining yig'indisi 150 bo'ladi. Mana bu yerda burchagimiz 30 gradusga tengligi kelib chiqadi. 180 ga to'ldiruvchi ekanligidan. Mana bu yerdagi burchagimiz ham 30 gradus ekanligi kelib chiqadi. Endi mana bu yerdan ham hozir chiziq tortamiz. Mana bu alfani topishimiz uchun. Xo'sh, demak, mana bu chiziqni davom ettirsak, mana bu yoqqa. Xo'sh, endi mana bu yerda burchagimiz 80 bo'lsa, mana bu yerda burchagimiz ham demak 80 bo'ladi. Bizga u shart emas. Mana bu burchak 70 gradus bo'lib qoladi. Mana bu burchak bilan mana bu burchak teng. 70 mana bu yer. Bu yer 70 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerimiz 110 gradus bo'ladi. Endi mana bu burchak tashqi burchak, alfa tashqi burchak, mana bu 110 gradusli burchak va 30 gradusli bo'lgan ichki, unga qo'shni bo'lmagan ikkita burchak yig'indisi teng bo'ladi. Demak, alfa teng bo'ladi 110 gradus plus 30 gradusli burchaklar yig'indisi. Demak, alfa 140 gradusga teng bo'lar ekan. D javob bo'lar ekan. Xo'sh, 13-savolga e'tibor beramiz. 13-savolimizda bizdan xo'sh, alfa so'ralyapti. Endi bu holatda hozir mana bundan foydalanamiz. Mana bu yerimiz 130 gradus desak, mana bu burchagimiz 180 gradus minus alfa desak. Mana bu burchak, mana bu burchak, mana bu burchak. Uchalasining yig'indisi 360 ga teng bo'ladi. Bunday xossa bor edi. Demak, mana yerdan yozaman 130 gradusli burchak plus 180 gradusli burchak minus alfa plus 110 gradusli burchak teng 360 gradus bo'lsa. Bu ikkalasi demak xo'sh 310 bo'ladi, mana bu bilan 420 bo'ladi. 420 gradus minus alfa teng 360 gradusga. Bundan alfani topsak 60 gradus ekanligi kelib chiqadi. Javob bo'lar ekan. 14-chi demak savolimizda xo'sh, bizdan alfa burchak topish talab qilinyapti. Mana bu burchagimiz mana bu burchagimizga tengligi aytilyapti. Mana bu burchagimiz mana bu burchakka tengligi aytilyapti. Bu yerda endi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu burchakni biz x desak, bu ham x bo'ladi. Buni y desak, bu ham y bo'ladi. Endi mana bu 150 gradusli burchak uchib bu tomonga qaragan. Mana bu y bu tomonga qaragan, x ham bu tomonga qaragan. Demak, x ga y ni qo'shsak 150 gradus ekanligi kelib chiqadi.
xossaga ko'ra. Mana bu burchak bilan mana bu burchakning yig'indisi mana bu burchakka teng bo'ladi. Xo'sh, endi to'rt burchakning ichki burchaklari yig'indisi xossasiga ko'ra x plus y plus alfa plus 150 gradusli burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng bo'lishi kerak bo'ladi. X ga y ni qo'shsak 150 gradus bo'ladi plus alfa plus 150 gradus teng 360 gradusga alfani topsak 60 gradus ekanligi kelib chiqadi. Demak, A javob bo'lar ekan. Xo'sh, 15-masalaga e'tibor beramiz. D1 D2 ga parallel deyilyapti. Mana bu A B C burchak bilan B C D burchak berilyapti. Mana qiymatlari berilyapti. Bu yerda endi x ni topish talab qilinyapti. Endi mana bu burchak bilan mana bu burchak ichki bir tomonli burchaklar. Mana bu D1 bilan D2 parallel to'g'ri chiziqlarni BC to'g'ri chiziq kesib o'tganda hosil bo'layotgan ichki bir tomonli burchaklar. Ularni yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. 140 gradus plus x plus 3x imiz teng 180 gradusga teng bo'ladi. Bundan 4x imiz teng 40 gradusga teng bo'ladi. Bundan x ni topsak 10 gradusga tengligi kelib chiqadi. B javob bo'lar ekan demak. 16-savolga e'tibor beramiz. 16-savolda D1 D2 ga parallel ekanligi aytilyapti. ACD burchak 80 gradusligi, CDB burchagimiz BDE burchakka tengligi aytilyapti. Ya'ni mana bu burchak mana bu burchakka teng. Endi e'tibor beramiz. Mana bu burchak umumiy holatda x desak, shu burchak bilan mana bu burchak yig'indisi 180 bo'ladi. Chunki D1 bilan D2 parallel, uni CD to'g'ri chiziq kesib o'tyapti. Bu yerda 80 gradusli va x gradusli burchaklar yig'indisi, o'sha 80 gradusli va x gradusli burchaklar ichki bir tomonli burchaklar. Ularning yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. X ga 80 ni qo'shsak 180 gradus kelib chiqadi. X bundan 100 gradus ekanligi kelib chiqadi. Endi mana bular har biri 50 gradusdan bo'lib qoladi. 50 gradus, 50 gradusdan. Mana bu chiziq teng ikkiga bo'lyapti. Bisektor esa uni. Endi mana bu yerda burchak. Bizdan shuni ABD burchagimiz. Mana shu alfa burchak so'rayapti. Bu alfa burchak tashqi burchak. U o'ziga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar 80 gradusli va 50 gradusli burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. 50 gradus plus 80 gradus ikkalasining yig'indisiga teng bo'ladi. Alfa teng 130 gradus bo'lar ekan.